Islom Karimovning 3-farzandi borligini bilarmidingiz? Bugun siz bilmagan haqiqatlar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ustida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Islom Karimov fondi O'zbekistonning birinchi prezidentining oilasiga daxldor yangi fotosurat va ma'lumotlarni e'lon qildi. Surat fondning Facebook'dagi sahifasiga joylashtirilgan. Karimovlarning ushbu oilaviy fotosurati 1928-yilda Islom Karimov tavalludidan 10 yil avval olingan. Suratda birinchi prezidentning otasi Abdug'ani ota va onasi Sanobar aya hamda Mehriniso Amanullo Ibodullo aks etgan. Bu oilada 8 farzand o'sib ulg'aygan. Bir qiz Mehriniso va 7 aka-uka: Amanullo, Ibodullo, Arslon, Quddus, Ikrom, Islom, Xurshid. Fondning yozishicha, xizmatchi bo'lib ishlagan Abdug'ani ota vazmin fe'l, o'ziga ham boshqalarga ham qattiqqo'l talabchan edi. Avvalo o'zi qat'iy intizom va tartib qoidalariga rioya etgan. Ota farzandlaridan ham shuni talab qilar edi. Mahalla kuyining ehtiromini qozongan edi, deyiladi Facebook'dagi xabarda. Sanobar aya esa uy bekasi bo'lgan. U kishi nasl-nasabli oilada tavallud topgan bo'lib, padari buzrukvorlari Mulla Sharif o'z davrining mo'tabar ulamolaridan edi. Fond xabarida qo'shimcha qilinishicha, bilimga chanqoqlik, kuchli xotira, zukko'lik va sabr-toqat kabi fazilatlar butun umr Sanobar ayaga yo'ldosh bo'ldi. Karimovlar oilasida barcha o'g'il farzandlar oliy ma'lumot olgan. Ulardan 3 nafari maktabni oltin medalda bitirgan. 3 nafari Ibod G'aniyevich, Quddus G'aniyevich va Islom Abdug'aniyevich fan nomzodi bo'lgan. Keyinroq Islom Karimov akademik darajasini oldi. Barcha aka-ukalar juda kuchli xotiraga ega edi. Bu qondan qonga o'tib kelgan fazilat bo'lsa, ne ajab. Aka-ukalar o'zaro musobaqalar o'tkazishar, masalan, birorta matn o'qib, uni yoddan aytib berishga borasida bellashishlar edi. Keyinroq aka-ukalardan biri oliy o'quv yurti o'qituvchisi, biri sudya, boshqasi xizmatchi olim va prezident bo'ldi, deyiladi fond xabarida. Fond xabari quyidagicha so'zlar bilan yakuniga yetgan. Ziyoli bu oilada o'g'illarning munosib ta'lim olishiga birlamchi vazifa sifatida e'tibor qaratilgan edi. Vaqtning o'zi bu hayotiy tutun qanchalar to'g'ri bo'lganini ko'rsatadi, deyiladi xabarda.